atta, itti, uttu, dada, dida. Man Murobidova Nargiza, yoshim 58 da. Mudarris akademiyasiga o'qishga kelib, shu bugungacha ancha harflarni o'rgandim. Menga yoqqani bu yerda qayta o'sha tillaringizni, harflarni mukammal o'rganishingizga yordam berishar ekan. Bu yerda yosh tanlamas ekan. Men shu yerga kelishdan oldin o'rgana olmasam kerak deb o'ylagandim. Lekin yoshimga qaramay men ancha so'zlarni, harflarni o'rgandim. Arab tilini boshlashdan birinchi, ikkinchi darsida ustoz mendan o'tilgan mavzuni so'radilar. Men ularga javob bera olmadim. Keyin ular aytdilarki, siz darsdan keyin qolib menga alohida topshirasiz dedilar. Keyin darsdan keyin qolib topshirdim. Topshirganda juda ham yaxshi. Nimadan qo'rqasiz? Qo'rqmang. Dadil javob beravering dedilar. 3-4 darsdan mendan hammani ko'pchilikni ichida so'radilar. Menda dadillik uyg'ondi. Chunki ustozni motivatsiyasi menga yordam berdi. Hozircha natijalarim yomon emas. Yoshi katta, meni yoshimdagi ayollar qo'rqmasdan kelib shu dargohda o'qishni boshlasanglar bo'ladi. Chunki qiynalmas ekansizlar, juda osonlik bilan o'rgatishar ekan. Shu maskanga kelib o'qishni tavsiya qilaman.